Qo'lingizdagi pul bir xonali kvartiraga ham yetmaydi, lekin sizga 3 xonali kvartira kerak. Bu muammoingizni faqatgina biz hal qilib bera olamiz. Oylik to'lovlari 2 million 100 ming so'mdan 3 xona tayyor kvartiramiz chiqdi. Etajlari ham 8-etajda. Hurmatli obunachilar, Toshkent shahar Yashnobod tumani Olmos mahallaga kelganmiz. Tayyor 3 xonalik uyimiz bor. Hozir sizlarga shu uyimizni obzor qilib beramiz. Bismillah, men obzorni boshladim. Kiraverish Fayzi xonadon, chap qo'lda sanuzorimiz joylashgan, ya'ni bu tomonda dushovoy kabinamiz joylashgan. Sanuzorlarimiz razdelniy. Bu tomonda alohida hojatxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Tapatal kafelar qilib qo'yilgan. Bu tomonda ayollar sevimli xonasi, kuxnyamiz, kuxnya mebellari qilib qo'yilgan. Bu tomonda duv konturni katel qo'yilgan, islik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi. Kuxnyadan tashqariga qaragan narujniy balkonimiz bor. Balkondan tashqariga mana bunaqa chiroyli atmosferani ko'rishingiz mumkin. O'taverish uzun yo'lakcha. Bu tomonda zalimiz, ya'ni mehmonxona qismimizda joylashgan. Uyimizning egasi hozirgi kunda bu xonadan yotoqxona sifatida foydalanib kelishyapti. O'taverish to'g'rida. Bolalar xonasi bor. Hurmatli obunachilar, uyimizning remontlari toza holatda, 8-etaj joylashgan. Bu tomonda esa kattalar yotoqxonasi uchun joylar qoldirib ketilgan. Hurmatli obunachilar, remontlari toza holatda, uyimiz 16-etajdan 8-etaj joylashgan. Bu 70 kvadratdan oshiq bo'lgan kvartiramizning narxi faqatgina bizning kanalda boshlang'ich $34.500 berib, bankdagi $27.000 kreditni oylik to'lov 2 million 100 ming so'mdan davom ettirib ketsanglar bo'ladi yoki naqdga 61.500 ga sotib olsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldirilgan, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Uyimizning narxi arzon bo'lsa, like, podpiskasidan chiqmasin.